Angreniklar sizlar uchun 5 taqasida zo'r uy topib qo'yganmiz. Hozir sizlardan ko'rib chiqamiz. Ishimiz bilan biz katta koridor kutib oladi. Koridorimiz juda ham keng va shinam, bemalol любой mebel qo'ysa sig'adi. Birinchi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Kichkina xona, balki buni ishxona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mehmonxonamiz ham juda ham katta va keng. Bu bilamiz panelli dom. Bu domimizning mana devor tomoni полный утеплить qilingan ekan. Bolalar yotoqxonasi juda ham labirint uy ekanda, qidirish ham qiyin ekan. Mana bitta bolalar yotoqxonasi, ikkinchisi yana bitta bolalar yotoqxonasi yoki qatalar yotoqxonasi desa bo'ladi. Bu domimizda ikkita zal bor, ikkinchi xonani spani qilishgan ekan. Buni rasmini qo'yib ketamiz, davom etamiz. Bu yoqqa kirishimiz bilan oshxonani o'zini obzor qiladigan bo'lsak, ayollar uchun xolodilnik 14 million, kir yuvish mashinasi 10 kiloligi 12 million. Bu bilmadim qancha narxi 1 million, mebel 8,5 millionga tushgan ekan. Gaz plitasi ham alohida boshqacha ekan, doimgidek обычный emas. Demak, bu joyimizni o'zida 30 milliondan oshiq rasxod bo'lgan, 3 ming dollarga yaqin. Demak, bu uyimizni narxini qanchaga baholasak bo'ladi? Qolgan ma'lumotlar hammasi telefon orqali bilib olasizlar. Tapchan qismi ham juda ham keng va 6 metrga 2,5 metrlik katta balkon. Unitaz qismi ham toza va keng. Davom etamiz. Bu tomonda alohida vanna, bu ham juda ham kafillar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Boshqa rasxodi yo'q uyda.